Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz oshqozon, 12 barmoqchak yo'g'on ichaklar haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida oshqozonda bo'ladigan muammo bo'ladimi, 12 barmoq ichakda bo'ladimi, yo'g'on ichakdagi bo'lgan muammoli kasallik turlariga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bizga ko'plab bemorlar murojaat qiladi. Oshqozonim og'rib, oshqozonimda yallig'lanish bor, oshqozon tibiti serilishi bor, oshqozonimda yazva bor degan bemorlar ko'plab uchraydi. 12 barmoq ichak yo'g'on ichaklarimda o'simta bor, kista bor degan bemorlar ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila mana 31 yillik ish faoliyatimizdan kelib chiqqan holatda aytaman, bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida oshqozon, 12 barmoqchak yo'g'on ichakda bo'lgan muammoli kasallik turlariga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlari mumkin. Bemorlarimiz qanchadan qancha bemorlar kelib, qancha minglagan bemorlarimiz 31 yil davomida davolanib shifoli bo'lib turibdi Allohning qudrati ila. Shunaqa bemorlarimiz keladi. Mana oshqozonimni operatsiya qildirganman, yana bezovta qilyapti, butunlay sog'aymadim, xohlagan ovqatimni yeyolmayman degan bemorlar ko'plab uchraydi. Mana 12 barmoq ichakimda, yo'g'on ichakimda o'simta bor ekan, kista bor ekan, qancha davolansam ham, jarrohlik yo'li qo'llatsam ham shifoli bo'lmadim degan bemorlar ko'plab murojaat qiladi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida bemalol kelib lechini olib sog'ayib, sog'lom bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Bizning tabiiy giyohlarimiz, siroplarimizdan foydalanib iste'mol qilib boshlagandan keyin 3 sutkadan keyin sekin bemor sog'ayishni boshlaydi. Oshqozonda yara bo'lsa, yarasi bitishni boshlaydi 3 sutkadan keyin. Agar 12 barmoq ichak yo'g'on ichakda o'simta, kistalar bo'ladigan bo'lsa, sekin kichrayib tomiri bilan qurib yo'q bo'lishni boshlaydi. Hech qanday qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila bemalol kelib lechini olib giyohlarimizdan, siroplarimizdan iste'mol qilib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bossanglar, shunchalik ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Sizni bitta laykingiz bilan bitta bemor tuzaladigan bo'lsa, yuqorgi efirlarimda aytib o'tganimdek, muborak Allohning uyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Davolanib turgan bemorlarimiz sog'ayishni Allohdan so'raymiz. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tilab qolamiz.